Nima? Tarvuzli po'chog'idan? Noto'g'ri eshitmadingiz, tarvuzli po'chog'idan marmelad tayyorlaymiz. Bolajoningiz yoki jiyanchingizga qilib bersangiz, duvon tagida qolasiz. Videoning boshida aytganimdek, aynan tarvuzli po'chog'idan foydalanamiz. Tarvuzli po'chog'ini qattiq joyidan ajratib, videoda ko'rsatilgandek shaklda sal yupqaroq qilib kesib olamiz. To'g'ralgan tarvuzlarimizni bitta idishga solib, ustidan bolajonlar kabi shirin shakar solamiz. Shakarni yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka 20 minutga olib qo'yamiz. 20 minutdan keyin xuddi shu holga keladi. Qozon yoki chuqurroq narsaga tarvuzli massamizni solamiz. Bitta qaynab chiqqandan keyin yarimta limonni suvini siqib, qaynashda davom etamiz to mana shu holga kelgungacha. Gazni tayini o'chiramiz va bitta idishga shakar solamiz. Ustidan tayyor bo'lgan marmeladimizni solib, ustidan yana shakar sepamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Bir tekisda aralashib, bir-biriga yopishmaydigan darajada massa hosil bo'lgandan keyin pergament ustiga solamiz va 10-15 daqiqa quritib olamiz. Ko'rib turibsizlar, 2 dona mahsulotdan zo'r marmelad tayyorladim. Muhimi hech qanaqa ximikat va qo'shimchalarsiz. Bu videoni farzandlarini ehtiyot qiladigan onalarga jo'natib qo'ying.